Hop, akalar, bizdan ko'pchilik so'raydi, sonsiz ashtanni arzoni necha pul kerak deb. Hop, sizlarga akalar arzonini umuman tavsiya qilmaymiz, chunki chunki arzon akalar standartdan ham o'tmash ehtimoli katta. Keyin standartdan o'tadigan bo'lgan taqdirda ham sizlarga umuman foyda bermaydi, chunki unda issiq ushlash qobiliyati vaqtinchalik bo'ladi. Sizlar torttirganinglardan keyin torttirganinglardan keyin ashpaytni o'zida effekt ozgina bo'lishi mumkin, qanchadir foiz, lekin u quyoshga chiqib bir 10 kun, 15 kun deylik. O'zimizdan oldin tortib ko'rganmiz, shunaqa arzonini so'rashaverganda, shuni hisobiga akalar arzonini umuman tavsiya qilmaymiz. Sonsiz ashta qildirsanglar, ozgina puldan qochmasdan, yaxshisidan qildirsanglar, xudo xolasa sizlarni xizmatinglarni veshni qilib beradi. Keyin sonsiz ashta almashtirishim kerak degan muammo bo'lmaydi umuman, xudo xolasa. Biz bunga ham chazor mashinasiga ham xudo xolasa sonsiz ashtani doda xo'jasidan qilyapmiz, originalini. Libboy mashinaga standartdan o'tadigani bor bizda akalar. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib kelsanglar, ishlarni professional darajada bitkazib berishga harakat qilamiz akalar. Sekin bismillah deb akkuratniy holatda bo'lyapti. U pastiga ko'rayotgan bo'lsanglar, mana ip olganmiz. Umuman ichkarisiga suv o'tish holatlari kuzatilmaydi. Shunaqa gaplar akalar. Sekin qaranglar tinaligini buni. Xolos originali shunaqa shaffof, o'ta ham tana ko'rsatadi. Umuman tuman degan narsa yo'q. Mana quyosh shu. Xullas shunaqa gaplar akalar. Kelarasizlar sonsiz ashta xizmatlari kerak bo'lsa aloqalarimiz nomerlarni pastga qoldirib beraman.